So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mana bunaqa yangilik juda ham to'lib toshib ketdi. Unga ko'ra, Apple foydalanuvchilari har qanaqa servislar uchun Android foydalanuvchilariga qaraganda qimmatroq to'lashar ekan. Bu faktni o'ylab topgan odamlarning fikriga ko'ra, iOS foydalanuvchilari har doim o'ziga to'q insonlar bo'ladi va shu sababli ham ilovalar ularga boshqa foydalanuvchilarga qaraganda qimmatroq narxlarni ko'rsatadi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu gap shaxsan meni hayron qoldirdi. Nimaga endi Android foydalanuvchilarini o'ziga to'qmas deb hisoblashyapti? Aynan shu yangilikni chiqarganlar. Shu sababli ham bu adolatsizlikka chek qo'yish maqsadida sizlar uchun maxsus birinchi marta Android telefonni ko'rsatamiz. Smart Life'da birinchi marta aynan men bilan birgalikda Honor X9C Smart smartfoni bu so'nggi avlodni eng yaxshi Android smartfonlardan bittasi hisoblanadi va o'zimni iPhone 14 Pro'yim bilan ikkala qurilmaga ham bir xil ilovalarni yuklab ko'ramiz va oxir oqibat narxlarni qanaqa farq bilan ko'rsatyapti. Hammasini sizlar bilan birgalikda bugun fact check qilamiz. Siz bu videoni ko'ryapsizmi? Men Apple gadjetlarining muxlisi hisoblanasiz. Shu sababli ham videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta biz bilan birga bo'ling. Go! Hammaga salom, bu Abdullajon. Xo'sh, bu gaplar rostmi yoki navbatdagi iOS foydalanuvchilari haqidagi cho'pchakmi? Rostdan ham iOS foydalanuvchilari Android foydalanuvchilariga qaraganda 5-7% ko'proq pul to'lashadimi yoki yo'q? Bu narsani sinash uchun men sizlarga yuqorida aytdim, bitta iPhone telefon va bitta Android telefonlarini olib keldim va ikkalasiga bir xil ilovalarni yukladim. Demak, bu ilovalar quyidagicha. Birinchisi Aviasales, Uzum, Yandex, Airbnb va Amazon. Ekran zapis qanday qilinadi bunda endi? Demak, birinchi sizlar bilan birgalikda Uzum Market ilovasiga kirib ko'ramiz. O'zbekchalaridan boshlab. Negadir Android hozir tez ishladi sezdinglar. Bitta narsani topdik hozir sizlar bilan birgalikda. Mana ko'rib turibsizlar kadrda. Muski krossovka Nike. Bu ikkalasi hozir bitta do'kondan bo'ladigan bo'lsa, demak biz adashmagan bo'lamiz. Do'konning nomi All Star, bu yerda ham do'konning nomi Ali Star ekan va bu yerda ham 118 ming so'm va bu yerda ham 118 ming so'm. Demak, Uzum Market Android foydalanuvchilari uchun ham, iOS foydalanuvchilari uchun ham bir xil ishlaydi. Keyingi ilovamiz Yandex Yeda bo'lsin. Hech osh qidiramiz-da. Osh markazi 39600. Yandex Yedada ham ko'ryapsizlar, bir xil osh markaziga kirdik, bir xil oshni tanladik va narxlar umuman hech qanaqasiga o'zgarmadi. Demak, Yandex Yeda ham iOS foydalanuvchilari uchun ham, Android foydalanuvchilari uchun ham bir xil narx ko'rsatadi. Keyingi ilovamiz bu endi sekin-sekin xalqarolashamiz va Aviasales Uz ilovasiga kiramiz. Bir tiyin pul bermagan bo'lsa ham. Toshkentdan qayoqqa boramiz? Moskva demak, to'g'rimi? Toshkentdan Moskvaga hozir sizlar bilan chipta qidiramiz. Endi Androiddan yozamiz. Moskva, Rossiya. Narxi bir xil Aviasalesda ham $169 chiqyapti. O'zingizlar shundoqina ekran zapisdan ko'rib turibsizlar va bilmayman nimaga bu cho'pchaga insonlar ishonishga mana 173, 174, 175 balki ketaveramiz Rossiyaga. Va keyingi ilovamiz bu endi chinakamiga xalqaro ilova Airbnb. Chet elga mehmonxonalarga bron qilish uchun foydalanishadi asosan. Dubai deb yozamiz. Dubai Marina 27-dan 29-gacha qidiramiz. Necha kishi? Bir kishimiz, endi hozir bir kishimiz. Va ko'rib turibsizlarki, narxlar bir xil. iOSda negadir Androidda ko'rsatilayotgan nuqtalarni ko'rsatmayapti, lekin umuman olganda hammasi bir xil. Hech qanaqasiga bu yerda o'zgarishlar yo'q. Mana xalqaro bo'lgan birinchi ilovani ko'zdan kechirdik. Endi xalqaro bo'lgan ikkinchi ilovaga o'tamiz. Bu Amazon bo'ladi va narxlarni ko'ramiz. $6.72 ikkalasida ham chiqib kelyapti. Demak, vaziyatni birgalikda ko'rib chiqdik o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek, internetdagi bu tarqalgan ma'lumotlar afsuski va qaysidir ma'noda yaxshi hamki yolg'on ekan. Bu Android foydalanuvchilari kamroq deb ularni pastga urish yoki iOS foydalanuvchilari o'ziga to'q deb ularni ko'klarga ko'tarib yuborish bu absolyut noto'g'ri. Bu birinchisi. Ikkinchisi, qanaqasiga katta auditoriyaga ega bo'lgan platformalar yangiliklarni chiqaradigan ommaviy axborot vositalari bu narsani hech bo'lmasa menga o'xshab fact check qilmasdan shundoqqina e'lon qilib yuborgani menga juda ham g'alati tuyuldi, to'g'risi. O'shaning uchun ham sizlarga yana bir bor eslatib o'taman. Qanaqadir ma'lumot eshitsanglar, albatta uni fact check qilinglar. Undan tashqari hozir sizlar bilan biz buni intellekt davrida yashayapmiz. Videolarga umuman ishonmanglar, chunki hozir odamlar istagan narsalarni ozgina ko'proq pul to'lab generatsiya qilish imkoniyatiga ega. Shu sababli ham ko'rgan narsam mana shu rost ekan deb ishonib o'tirmanglar. Yoki shunchaki meni profilimni kuzatinglar, o'sha yerda ko'proq narsalarni aytib boraman.
Lekin chiptalar borasida bitta qiziqarli holat bor. Agarda siz brauzeringiz orqali ma'lum bir davlatga uchishni reja qilayotgan bo'lsangiz va chipta olayotgan bo'lsangiz, siz bitta sahifada 2-3 marta obnovit qilsangiz, o'sha sahifani narx qimmatlashishi mumkin. Buni ikkita sababi bor. Birinchisi, o'sha saytda, o'sha sahifasida sizdan tashqari boshqa odam ham bo'ladi va sizdan oldin siz xohlagan chiptani olayotgan bo'ladi va shu sababli ham bu yerda bozor iqtisodiyoti tushunasizlar, talab katta bo'layotgan chiptani narxi ozgina oshishni boshlaydi. Shu sababli ham ko'pgina brauzerlarni ishlab chiqaruvchilari tavsiya berishadi. Brauzerdan foydalanganda inkognito rejimidan foydalangan holda sahifalarni ochinglar, aynan chiptalar olishni xohlasanglar deb. Sizlarga ham xuddi shu narsani tavsiya beraman. Shunda chiptalar narxi sizlarda o'zgarishsiz qolish imkoniyati balandroq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, o'sha biznesmenlarning so'zi bor. Bu shunchaki bozor iqtisodiyoti. Shuning uchun ham bunga biz qaysidir ma'noda ko'nishga majburmiz, lekin bundan oldingi ma'lumotlar, ya'ni Android foydalanuvchilariga hamroh to'laydi, iOSchilar o'ziga to'xtay bilib boyvachchalar deyishi qaysidir ma'noda ozgina jamiyat uchun ham ta'sir qiladigan gapga o'xshadi va shu sababli ham men bu narsani fakt check qilib o'tirishga harakat qildim. Sizlar bilan Smart Life bo'ldi va men bo'ldim. Smart Life har doim sizlarga aqlli tanlov qilishda yordam beradi. Kelgusi kurs turida ko'rishguncha xayr.